serverini tanıştırishlar, videomizni ko'rsatishlar qiziqarli bo'ladi deb bilaman va biz videomizni boshladik. Bu serverni kommentariyada qoldiraman. Mana biz mana bu praktika degan serverga kirib ko'ramiz. Men ham ko'rmagan ekanman albatta. Serverga nodam navbat bu yerga uncha tushunmadim, ammo o'ynashga harakat qilib ko'raman. Mana bu Grange by Teams'ning moderatori hisoblanadi. Qo'shimcha yaptı. Biz yana shuncha hali shoshilishga erta, chunki hali ko'p rejimlar mavjud. Ko'pchiligida esa Vibe. Biz hozircha praktika rejimiga uncha tushunmadik, to'g'rimi? Endi biz hobga qaraymiz. Keyingi rejimimiz bizda bo'ladi. Ana. Keyingi rejim bizda bo'ladi. Template o'ynab ko'ramiz. Shunda men ko'p o'ynaganman, sal kuchaganman. Fotolar ko'rganimcha qorong'i tushib ketdi. Fotolarga iltimos bitta. Kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang, chunki biz yangimiz va yangilarni qo'llab qolish bu o'zbeklarga yordam qilish demakdir. O'zbekistonda qancha youtuberlar ko'paysa, boshqa davlatlar ularga havas qiladi. Kanalga obuna bo'lib, keyin esa men videolar chiqarishga harakat qilaman. Seferberga kerak yoki o'lib qolishimiz mumkin. Qaytamiz. Bu savolga ko'p bu menimcha top 3da yoki top 10da turadi.